o'zbek, qoraqalpoq, qozoq va qirg'iz afsonalarida tilga olingan jes-tirnoq, ya'ni temir tirnoqli jodugar tarixiga yuzlanamiz. Men Dervishnot, bu esa navbatdagi afsona. Jes-tirnoq baland tog'larda yoki o'rmonlarda yashaydi. U g'ayrioddiy va sehrli mavjudotdir. Jes-tirnoq oddiy odamlardek kiyinib, chorvachilik bilan shug'ullanadi. U ayol ko'rinishida bo'lib, tanasi tuklar bilan qoplangan va terisi qo'ng'ir rangda bo'ladi. Asl qiyofasida uning boshi itga o'xshaydi, lekin erkaklarni yo'ldan urmoqchi bo'lganida u go'zal va sohib jamol ayolga aylanadi. Ayol qiyofasida jes-tirnoq juda chiroyli bo'ladi, lekin burnini yashirishga harakat qiladi. Uning tirnoqlari temirdan. U tirnoqlarini ochganda burgutning tirnoqlariga o'xshaydi. Jes-tirnoqning butun kuchi mana shu tirnoqlarda. Oyoqdagi tirnoqlari esa echkinikiga o'xshaydi. Ma'lumki, jes-tirnoqlar o'z oilalarini yaxshi ko'rishadi. Agar ularning oilalariga zarar yetsa, ular butun umr davomida qasos olish uchun harakat qiladilar. Balıkesir hududida tasvirlangan temir qiynoq nomli mavjudot jes-tirnoqqa ishora qiladi. Ushbu variantga ko'ra u Bigadich tog'larida yashaydi. U har qanday qiyofaga kira oladi va dahshatli ovozlar chiqarib, odamlarni aqldan ozdiradi. Bu hududda temir qiynoq suvdan juda qo'rqadi deb aytiladi. Unga duch kelgan odam darhol daryo yoki ko'lga kirishi kerak. Aynan shunday qilib undan qutulish mumkin bo'ladi. Rivoyatga ko'ra, u yer ostida yashovchi temir qiylak ismli dev bilan qarindosh. Qozoq, qoraqalpoq, qirg'iz, o'zbek, turkman va oltoy afsonalarida u Tepegözning qizi yoki singlisi sifatida tanilgan. Turkmanlarning rivoyatlarida esa u daryolarda yashagani aytiladi va qora qirnak nomi bilan tilga olinadi. Yanada ko'proq qiziqarli ma'lumotlardan boxabar bo'lish uchun Dervishnot sahifasiga obuna bo'ling.